Ismingiz nima edi? Shahboz aka. Dangal sotish ko'ngil nechi pul? Shunday gurung qilib aytingki, narx to'g'ri keladigan bo'lsa savdo ham qilmayman. 75 ga berman qishloq. Nima bermadingiz? Salom, qimmatroq yetar. Ko'p yedirganman. Yo'q, ozrog'ini qanchaqga beraman dedi. Ozroq emas, naqdga. Naqdgami? 75 so'ragan bo'lsa zo'r pul so'ragan Shahboz aka. Shaqam olib keladi, olib keladi. Endi olib keladi, olib kelib sen 75 dan qancha o't berasiz? 75 dan orsiz ham. Yo, oshmasdi aniqki Shahboz aka. Yaxshi taxlangan ishlar aka. Yo, ko'rdim aka. Shunga qilingan. Ko'rdim, yomon taxlanmagan, mashinaga mehr berilgan aytganingizdek, xarajat qilgansiz. Lekin bular rasroshga bergani uchun shuning uchun ham narx tayinlagan. Bo'lmasa bu mashinaga xarajat qilsangiz ham o'zini puli chiqadi. Salomdan olgan narxidan xarajat qilsangiz o'zini puli chiqadi vaqti. Bular rasroshga e'lon qilgani uchun narx tayinlab olgan ekan. Internetda mana kuzatib kelyapsiz, to'g'rimi? Kuzatib keladigansiz 26sini 80 millionga oldik. 500 km turgan pachka. Nima bo'lganda ham bu pachka mashina. 26 yil ya. Bu ham to'g'ri o'zim haydaganman. Faqat boshqa nomiga chiqqan. Siz haydagansizda, u odam haydamagan ekanda. Shahboz aka, 75 dan qancha o't berasiz ko'ngilda? 75 o'zi bo'lsa. Ya 75 ga berishingizni bilaman. Qarang, bir gap aytdim. Muomalangiz hammasi shodki zo'r. Shuning uchun aytdim. O'ziz dangal mana shuncha deb ayting, agar narxini siz chiroyli aytsangiz, savdo ham qilmayman deb. 75 ga balanda Shahboz aka. Qo'lda bering. 73 million so'm beraman, ko'p narsa so'ramadim. 73 million so'm beraman, rozi bo'lib bering. Hech kim bilan bunday savdo qilmaganman. Texnika olaman. O'zi atiga 2 million so'm o'tkazib so'radim aka. O'zim 74 qilib sotaman. Rozi bo'lib bering aka faqat. Ochiq ko'ngillik bilan. 1 million qo'shing, 1 million o'taman. 74 bo'lsa oxir. U nima farqi bo'ladi? 74 ga men o'zim sotaman aka. Bu hozir qara. 1 million o'tdim aka. Yo'q, hozir yomon so'ramadingiz. O'rtada 1 million qoldi. 1 million qo'shing, 1 million o'tdim. Oxir 74 dan keyin. Barakangiz bormi? Baraka. Ko'ringlar akalar, 2025 33 ming yurgan Damas, navorot qilingan ekan, diska, balon, metan, chexol, polik, hamma narsasi tayyor. 74 million olindi, 75 million sotiladi. General daviniz chiqadi. Olasizmi aka? Qayerdan sizniki? Gresdan? Nima ish qilasiz? Biz oddiy uy ishiga olmoqchimiz. Uy ishiga. Yo, o'zi nima ish qilasiz deyman? Oddiy taksi shu. Taksi. Endi ertaga bozor olib chiqib sotish va yo'qmi? Sotib ketganman o'zimcha. Ha. 74 millionga oldim aka, 75 million bo'lib sizga o'tadi. 1 million qoladi menga. Rozimisiz shunga? Akajon yaxshi kunlayman. Shahboz aka 1 million qo'yib sotdim akajon, rozimisiz? Akajon, puldan baraka toping.